ko'pchilik ayollarimiz mana shu yuzini osilishi, yuzini avvalini buzilishidan aziyat chekadi. Bu uchun faqat boshingiz orqa qismidagi mushak bilan ishlashingiz kerak. Faqatgina mana shu mushak bilan ishlaganingizda sizni yuzingiz ko'tariladi, avallaringiz yaxshi bo'lib, yosh ko'rishni boshlaysiz. Og'izni halqasimon mushaklarida, mana bu yerlarda ajin paydo bo'lmasligi uchun birinchi o'rinda siz qo'lingiz bilan fiksatsiya qilishingiz kerak. Ya'ni qotirib qo'yish kerak. Chunki biz bu mushagimiz bilan ishlashimiz uchun og'iz bo'shlig'imizni ikkita jag'imiz qimirlatmagan holda havo chiqarib, havo to'ldirishimiz kerak. Mana shu uchun siz birinchi o'rinda qiladigan ishingiz qo'lingiz bilan atrofi mushaklarini qotirib qo'yasizda, qattiq yuzingizni bosib turib, og'iz bo'shlig'ini havo bilan to'ldirib chiqarasiz. Kuniga 20 tadan qilsangiz agar yuzingiz go'zallashadi, osilgan yuzingiz tepaga ko'tariladi, yuzingiz avvali chiroylilashib, go'zallashib, yosh ko'rinishni boshlaysiz. Demak, e'tibor beramiz. Mana shu narsani men qilgan paytda mana bu yerimdagi mushagim qimirlasha boshlaydi. Hammada xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Demak, qotiraman, havo to'ldirib, havo chiqaraman. 20 marta qilganingizda yuzingizni ancha 10 yoshga yoshartirgan bo'lasiz. E'tibor bering, mana shu orqa tomoningiz yaxshi tortilishi kerak. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa video tanishlarga tashlab qo'yamiz. Hammamiz go'zal bo'lishga haqlimiz azizlar.